Assalomu alaykum akalar, ukalar. Ilon baliq ishqibozlari. Buni qurganim videosi bor edi, tashladim. Keyin ancha vaqt bo'lmay ketdi video qilishga ham. Ma'lumot tashlaganimga 20 kun bir oy bo'lib qoldi shekilli. To'pli bo'lib qo'yganman. 24-25 gradusda turibdi suvni harorati. Baliqlar ovqat yeyishi yaxshi, aktiv. Shunaqa boqyapmiz. 230 dona tashlaganman shu 2 yo'ch basseynga. Balki qisilib qolgani yo'q. Ovqat yeb turibdi. Endi boqaversak asta natijasini bilamiz bahorgacha. Qanaqa effekt beradi.